Xo'p, bismillah deb davom etamiz. 40-savolga yetib keldik. Demak, f(x) funksiya hamda g(x) funksiyalar berilgan ekan. Bu funksiyalar kesishishdan hosil bo'lgan soha yuzi 32/27 ga teng ekan. Agar deyapti x 4/3 to'g'ri chiziq chegaralangan sohani teng 2 ga ajratsa debdi. Mana shu ikkita funksiya kesishishdan hosil bo'lgan demak chegaralangan sohani yuzasini mana shu to'g'risi teng 2 ga ajratsa debdi. Mana bu yerda x = 4/3 chizmasini chizib olganmiz. Mana bu a koeffitsiyenti manfiy bo'lganligi uchun mana bu minusdan 2x² + 4x funksiyasining grafigi mana bu bo'ladi. Xo'p, mana bu f(x) funksiyasining grafigi desak, bunisi esa g(x) funksiyasining grafigi bo'ladi. Bir-biri bilan demak chegaralangan sohani yuzasi 32/27 bo'lsa hamda 4/3 to'g'ri chiziq bu ikkita mana shu sohani teng 2 ga ajratadigan bo'lsa, a shartida aytibdi f(x) va g(x) funksiyalar kesishish nuqtalari absissalari yig'indisini toping der. Kesishgan nuqtalari demak absislari x1 x2 bo'lsa, o'shaning yig'indisini top deyapti. Keyin b sharti desa, mana bu g(x) dagi p hamda q koeffitsiyentlar ko'paytmasini toping debdi. Xo'p, nima qildik? Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, funksiyalar kesishishini topmoqchi bo'lsak, ya'ni x1 x2 ni topadigan bo'lsak, bularni qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak 4/3 chiqib keladi. Nimaga? O'zi aslida demak y chiziqli parabolik funksiyalarni kesishidan hosil bo'lgan bir sohasini yuzini topadigan bo'lsak, bu integral, ya'ni aniq integral orqali hisoblanadi. Mana bu ko'rinishda hisoblanishi kerak. Bu yerda x dan, ya'ni 4/3 dan x2 gacha bo'lgan masofa, bundan bungacha bo'lgan masofa oraliqlari teng bo'lsagina mana yuzani teng 2 ga ajratadi. Chunki biz bularni ayiradigan bo'lsak, bitta ifoda hosil bo'ladi. Mana oraliqlar teng bo'ladigan bo'lsa, mana bundan chiqib keladigan integralning qiymati ham teng chiqib keladi. Shuning uchun yuzalar teng 2 ga ajratganligi uchun mana bu aynan qoq o'rtasida joylashgan bo'ladi deb fikrlasak bo'ladi. Shuning uchun demak men bularni qo'shib 2 ga bo'lsam, o'rtasidagi koordinata kelib chiqadi. Aynan shuni 4/3 ga tenglashtirib, kesish nuqtalarini demak x1 x2 qiymatlarni yig'indisini 8/3 ga tengligini aniqlasak bo'ladi. A shartining yechimi demak 8/3 chiqib kelyapti. B shartida demak p koeffitsient bilan q koeffitsiyentni ko'paytmasi so'ralyapti. Nima qildik? Demak, mana bu shartni tushundik. Mana bu yuqoridagi funksiyadan pastki funksiyani ayirib tashlasak, yoki bo'lmasa yuqori funksiya hozir mana yuqorida f(x) funksiya turibdi. Bu pastki qismida g(x) funksiya turganligi uchun men aynan f(x) funksiyadan g(x) funksiyani ayirib aniq integral oldik. Chegarasi demak x1 dan x2 gacha mana shunga teng bo'ladi. Boshqa tomondan demak f(x) ayrilgan g(x) nimaga teng? Bir-biriga tenglashtirdik. Ayirmani topayapmiz. Ayirsak minusdan 2x² dan x² ayirsak minusdan 3x² beradi. Bundan buni ayirsak demak x ko'paytuvchi olib chiqsak mana bu ko'rinishga keladi. Mana bu ko'rinishga keladi. Mana bu yerda x tushib qolibdi. X minusdan q bo'ladi. Keyin mana bu minusdan q bilan ayrilganligi uchun shunaqa ko'rinishga kelib qoldi. Buni biz boya aytdik, bundan oldingisida demak bularni tenglashtirib bir tomonga olib o'tib agar ishlaydigan bo'lsak, ildizlar chiqib kelyapti mana. x1 x2 ildizi bor. Demak, ildizi borligi uchun bu mana bu ko'rinishdagi ko'paytuvchiga ajratsak bo'ladi. Umuman olganda demak biz kvadrat ifoda mana bu kvadrat ifoda bo'lgani uchun biz bu ko'rinishga ajratsak bo'ladi. A koeffitsient ko'rinib turibdi mana -3 ga tengligini. Ani olib chiqib olib, qolgan ifodani biz ko'paytuvchiga mana bu ko'rinishga keltiradigan bo'lsak, ani -3 ga tengligi ko'rinib qoladi. Endi biz mana bundan integral olmaymizda, mana bu ifodani demak bir-biriga ko'paytirib chiqib, integral olib 32/27 da tenglashtiramiz. Maqsad bu yerda ana p koeffitsient bilan q koeffitsiyentni topish. Demak, mana buni ko'paytirib chiqadigan bo'lsam, a ko'paytirilib, ch ko'paytirsa bu ko'rinishga kelib qoladi. Aynan shu ifodani olib kelib bu yerga qo'yamiz. Demak, integrallaymiz buni. Integrallaydigan bo'lsak, demak mana buni boshlang'ichi x (3) ga teng, buniki bunga teng bo'lyapti. Bu boshlang'ichi esa
bularga teng bo'lyapti. x1, x2 lar bu yerda o'zgarmas son sifatida qabul qilamiz. O'zgaruvchi mana bu yerda x bo'lyapti. Buni demak x1 dan x2 gacha integrallaymiz. Qiymatlarni qo'yamiz. x2 ni qo'yadigan bo'lsam, mana bu ko'rinishda beradi bizga. x1 ni qo'yadigan bo'lsak, bu ko'rinishda beradi. A umumiy ko'paytuvchi общий tashqarida turibdi. Endi ichini soddalashtirib olsak, bu ikkalasi minusdan x2 ning kubi taqsim 6 ni beradi. Bu bilan bular ham o'xshash. Bu x1 ko'paygan x2 kvadrat taqsim 2 ni beradi. Bularni ham soddalashtirib olsak, bundan buni ayirib tashlasak, demak ayiramiz, manfiy chiqib keladi. Mana minus hisobiga qo'shilib x1 kub taqsim 6 ni beradi. Bu ikkalasi esa x1 kvadrat taqsim x2 ni musbatligini beradi. Mana minus hisobiga yana oldi minus bo'lib qoladi. A ko'paytuvchi. Endi bundan 6 ni olib chiqib olamiz. 1 taqsim 6 ni ko'paytuvchi qilib. Shunda mana bu x1 kubni birinchi yozyapmiz. Keyin buni esa buni ikkinchi qilib yozdik. 6 ni olib chiqqan hisobiga oldiga 3 tushadi. Buni 3-chi qilib yozamiz. Hamda buni oxirgi qilib yozamiz. E'tibor bersak, bu x1, x2 ning qavs kubini berar ekan. Bu demak aynan shu yuza integralladik. 32 taqsim 27 ga teng bo'ladi. Biz demak a ni o'rniga -3 ni olib kelamiz. Qisqartirib olsak 2 bo'lyapti. 2 ni bu tarafga ko'paysa 64 taqsim 27 bo'ladi. Mana bu yerda minus qoldi. O'sha minus hisobiga joyi almashib qoladi. Darajani pasaytiradigan bo'lsak, x2 kelgan x1 4 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Sistema qilib biz bu yerdan x2 ni topamiz. Birinchi qo'shib yuboraman. x2 demak 2 chiqib keladi, keyin ayirib yuboramiz. Pastdan yuqorini ayirib yuboradigan bo'lsak, x2 lar ayirib ketadidan mana minus hisobiga qo'shilib 2 ta x1 bo'lib qoladi. Ayirib tashlasak, demak 4 taqsim 3 bo'lyapti. x1 topadigan bo'lsak 2 taqsim 3 chiqib kelyapti. Demak, mana shu ikkita funksiyani kesish nuqtalarini absissalari mana x1, x2 lar 2 taqsim 3 ga 2 bo'lar ekan. 2 taqsim 3 mana chaproqda, x2 esa o'ngroqda bo'lyapti. Yaxshi. Ana endi buni topdik. Biz vid teoremasdan boradigan bo'lsak, x1 ga x2 ni qo'shadigan bo'lsak, aynan mana buni yechimi x1, x2 kelib chiqadi. Chunki bir-biriga tenglashtirib biz ildizini hisoblaganimizda mana bu absissali x1, x2 chiqadi. Chunki mana bu yerda demak a ni o'rnida -3, b ni o'rnida mana bu, hamda c ni o'rnida -q turibdi deb hisoblaymiz. Vid teoremasdan demak ildizlar yig'indisi -b taqsim a ga teng bo'lardi. B ni o'rniga 4 minus p ni olib kelamiz. Minusdan bo'ladi oldida, lekin mana a koeffitsient -3 ga teng bo'lgani uchun minus qolib ketadi. Xo'p. 8 taqsim 3 chiqar ekan yig'indisi. Bu yerdan demak 4 minus p ni 4 minus p taqsim 3 8 taqsim 3 ga teng bo'lyapti. Ildizlar yig'indisi mana 8 taqsim 3 ga teng edi. Shunga tenglashtirib p koeffitsient topsak -4 chiqib kelyapti. Xo'p, x1, x2 ni ko'paytmasini topamiz. Bu c taqsim a ga teng bo'lardi vid teoremasdan. C koeffitsient mana bu yerda -q bo'lyapti. A koeffitsient esa -3 bo'lyapti. Minuslar yo'qoladi. Q taqsim 3. Demak, ildizlarning ko'paytmasi mana bu yerni topadigan bo'lsak, 4 taqsim 3 ga teng bo'lib qoladi. Uchlar qisqaradi, minuslar yo'qoldi, Q 4 ga teng bo'lyapti. Demak, P koeffitsient bilan Q koeffitsiyentni topdik. Ko'paytmasi -6 ga teng bo'lyapti ekan. Xo'p, yaxshi, 31 ni 41 ning yechimini ko'ramiz. ABC uchburchak berilgan ekan. ABC uchburchakka ichki aylana chizilibdi. ABC uchburchakni A uchidan A deb sektoriyasi tushirilgan mana bu yoqqa. O'tkazildi. BC tomoniga parallel va aylana markazidan o'tuvchi IF kesma o'tkazilgan. Endi mana bu AD kesma bilamiz, uchburchakka chizilgan aylanani markazi besektoriyalar kesishgan nuqtada joylashgan edi. Aynan mana shu AD besektoriyasi aylana markazidan o'tadi desak bo'ladi. Keyin F kesma BC tomoniga parallel ekan, u ham demak aylana markazidan o'tar ekan. Demak, agar BC 30 bo'lsa, mana bu tomoni 30 ga teng bo'lsa, IB mana bu 8 bo'ladigan bo'lsa, hamda FC 12 ga teng bo'lsa, bizdan so'rayapti A shartida DC kesma uzunligini top deyapti. B shartida AB va AC tomonlari ayirmasi modulini toping deyapti. AB dan AC ni ayirib, o'sha modulni hisoblashimiz kerak ekan.
Xo'p, yechimga o'tamiz. Fals teoremasdan boryapmiz. Demak, parallel kesmalar mana bu burchakdan yoki umumiy mana bu parallel kesmalar ikkita chiziqdan mana bu endi burchak bo'ladimi yoki umumiy burchakdan demak proporsional kesmalar ajratardi. Shu fals teoremasidan boradigan bo'lsak, AI ning AF ga nisbati 8 ning 12 ga nisbati bo'lib qoladi. Bu yerdan 2 taqsim 3 bo'layotgani uchun buni 2x buni 3x deb olyapmiz. Endi bu yerdan besiktrisaning xossasi bor. Besiktrisa o'zi tushgan tomonni yon tomonlariga proporsional bo'lgan kesmalarga ajratardi. E'tibor beradigan bo'lsak, demak, ham mana bu o'xshashlik ham bor. Mana bu uchburchak bilan katta uchburchak o'xshash. Bu tomonning bu tomonga nisbati, ya'ni AF ni AI ga nisbati 3/2 bo'lganligi uchun AC ning AB ga nisbati ham 3/2 bo'ladi. Demak, mana bu besiktrisa ham yon tomonlarga proporsional kesmalarga ajratadi. Shuning uchun 3y 2y deb olsak bo'ladi bu taraflarni. Endi 2y ga 3y qo'shib 30 ga tenglashtiramiz. Undan y 6 ga teng chiqib keladi. DS bizda 3 ta y bo'lgani uchun 6 ni 3 ga ko'paytirsak 18 kelib chiqyapti. Demak, A shartining yechimi 18 ga teng ekan. Xo'p, B shartiga o'tamiz yechimiga. Mana bu yer besiktrisalar kesishgan nuqta deb qarasak bo'ladi. Chunki aylanaga ichki chizilgan uchburchakka chizilgan aylana markazi besiktrisalar kesishgan nuqtada joylashgan bo'lardi. Endi besiktrisalar demak kesishgan nuqta besiktrisani uchburchak uchidan boshlab hisoblaganda mana bu nisbatda bo'lardi. Ya'ni AO ni OD ga nisbati yon tomonlar yig'indisini o'sha besiktrisa tushgan tomon nisbatiga teng. Mana shunaqa xossasi bor edi. Shu nisbatda bo'lardi. Shu bo'yicha boradigan bo'lsak, AO ni OD ga nisbati bu yon tomonlar qo'shamiz. Demak, 3x + 12 ga 2x + 8 qo'shamiz, taqsim 30 ga bo'lib o'ramiz. Besiktrisaning xossasi. Ya'ni mana shu besiktrisani O nuqta qanaqa nisbatda ajratganini topishimiz kerak. Buni soddalashtirib 5x + 20 taqsim 30 bo'lyapti. 5 ga qisqartirib olsak x + 4 taqsim 6 bo'lyapti. Ana endi mana bular parallelligidan bu parallel kesmalar mana bu tomonlarni mos ravishda, demak, proporsional bo'lgan kesmalarga ajratadi. Shuning uchun mana AO ni OD ga nisbati, xohlasak mana bu buningga nisbati yoki bunga nisbatiga tenglashtirsak bo'ladi. Ya'ni bular parallel bo'lganligi uchun AO ning OD ga nisbati teng bo'ladi AF ning FS ga nisbati. Shu parallel kesmalar demak shu proporsional kesmalarga ajratadi. Bu ham fals teoremasidan boryapmiz. Shu bo'yicha mana bu yer topuvdik x + 4 taqsim 6, aynan shu nisbatda olib kelyapman. AF ni FS ga nisbati 3x ni 12 ga nisbati bo'ladi. 6 bilan 12 ni qisqartsa ikkitadan bittadan bo'ladi. Proporsiya qilib x ni topadigan bo'lsak, x 8 chiqib kelyapti bu yerdan. Keyin nima qildik? Demak, x 8 bo'ldi. Bu yerdan AB tomonni topadigan bo'lsak, umumiy birdan demak yechimga o'tibmiz. AB - AC. AB bizda 2x + 8 ga teng. AC esa 3x + 12 ga teng. Buni ayirib o'radigan bo'lsa, minusdan x - 4 bo'lib qoladi. X o'rniga 8 olib keladigan bo'lsak, -8 - 4 bo'lib qolyapti. Bu minusdan 12 ni beradi. Modulda demak 12 chiqib kelyapti. Demak, 41-savolda B shartini javobi AB va AC tomonlar ayirmasining moduli 12 ga teng bo'lar ekan.